Unda Jurfga yaqin kelganida, Madina yaqin joyga. Payg'ambarimizning elchisi nido qildi qo'shinni ichida. La tatruqun nisa laylan. Ayollaringlarni yoniga tunda kirmanglar. Jabir roziyallohu aytadi, ikkita odam ana shu g'azotdan kelayotganda, Haybardan kelayotgan g'azotda Rasulullohga itoat qilmasdan Madinaga ketib qolishdi. Ikkalasi ham uyga borib, holatdan, ya'ni o'zini qilgan ishdan norozi bo'ldi deydi. Yana shunday bir holatga guvoh bo'ldiki, bekor qilibman, payg'ambarimiz bilan qolsam bo'ladi ekan deydi. Alloh azza va jalla Qur'onda siz bilan bizga aytadi, astagfirullah va in tuti'u tahtadu. Agar sizlar Muhammad alayhisalomga ergashsanglar, bo'yinsanglar, hidoyat topasizlar. Alloh tomonidan bo'lgan bir hidoyatga ega bo'lishni xohlasak, Alloh tomonidan beriladigan tavfiqni qo'lga kiritishni xohlasak, birodarlar, Muhammad alayhisalomga ergashishligimiz